Oila farovonligi yurt obodligidir. Oila inson hayotining asosiy ustuni, jamiyatning poydevoridir. Oila sog'lom bo'lsa, jamiyat ham tinch va barqaror bo'ladi. Islom dinida eng muqaddas munosabatlardan biri bu nikoh va oila munosabatidir. Oila insoniyat tarixining hamma davrlarida jamiyatning negizi hisoblangan. Shu ma'noda oilani kichik jamiyat deyishlik mumkin. Oila mustahkam, tinch bo'ladigan bo'lsa, jamiyat ham tinch va farovon bo'ladi. Gohida oilada turli tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Shoshqaloqlik, jahlning tez chiqishligi, qanoatsizlik, tirnoq ostidan kir qidirishlar esa oilaviy munosabatlarga putur yetkazadi. Islom ta'limotlari erlarga xotinlari yoqmay qolgan taqdirda ham yaxshilik asosida yashashlikka buyuradi. Alloh taolo Niso surasining 19-oyatida shunday marhamat qiladi. Astaizu billah va ashiruhunna bil ma'ruf. Ya'ni ular ila yaxshilikda yashang. Agar ularni yoqtirmasangiz, shoyatki Alloh siz yoqtirmagan narsada ko'pgina yaxshiliklarni qilsa. Oyat karima tafsirida Alloma ibn Kasir rahmatullohi alayh ularga shirin suxanlik qiling, yaxshi muomalada bo'ling, iloji boricha ko'rinishingizni ham go'zal qiling deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mu'min mu'mina xotindan nafratlanmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqa xulqi tufayli undan rozi bo'laveradi deb marhamat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollariga doimo go'zal muomalada bo'lar, ularga lutf ko'rsatar, nafaqalarini yaxshilagan holda yashar edilar. Va aytar edilarki, sizlarni yaxshilaringiz ahli ayolga yaxshi bo'lganlaringizdir. Men ahliga yaxshilaringizman deb marhamat qilganlar. Alloh taolo murosasi qochgan oila egalarini isloh qilishlikka buyuradi. Bu haqida Hujurat surasining 10-oyatida Astaizu billah fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloh. Ya'ni ikki birodaringiz orasini isloh qilinglar va Allohdan qo'rqinglar deb marhamat qilgan. Oila farovonligida ayolning o'rni juda muhim va beqiyosdir. Chunki ayol oilaning yuragi, baraka manbai va tarbiya ustuni hisoblanadi. Islom ta'limotiga ko'ra, oilaning tinchligi va farovonligi ko'p jihatdan ayolning fazilat va xulqiga bog'liqdir. Chunki ayol oilada muhabbat va tinchlik muhitini yaratadi. Uning muloyimligi, shirin so'zi oila a'zolarini birlashtiradi. Er va xotin bir-birini qadrlashligi, so'zlarida mehr va hurmat bilan bo'lishligi oila farovonligining kaliti hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam agar ayol 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, iffatini saqlasa va eriga itoat qilsa, u jannatning istagan eshigidan kiradi deb marhamat qilganlar. Ayol va er bir-biri uchun xuddiki qushning ikki qanoti kabidir. Ayol erga hurmat bilan yondoshar ekan, er ham uni ardoqlaydi. Bu ikki tomonlama muhabbat oilaga farovonlik va obodlik keltiradi. Farovon oila bu jamiyatning poydevori, millatning kelajagidir va Allohning buyuk ne'mati hisoblanadi. Alloh taolo bizlarni farovon oila sohiblaridan aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.